Videoni o'tkazishga shoshilmang. Video davomida sortda silos qilib turib moliga beradimi yoki O'zbekistonda ham ko'pchilikka tanish bo'lgan Massits kompaniyasining bu yerda yog'ochdan yasalgan sigir qilib qo'yibdi. Ishlash funksiyasi tanker sepadigani xuddi shu vazifani bajaradi bu kabi. Yana John Deere, lekin bu safar traktor emas aziz do'stlar. Bu safar 70 metr gabaritda olib ketadigan, 6 tonna suvni o'ziga oladigan, dezinfeksiya, depolatsiyani qiladigan texnika. Tanker 6 tonnalik tanker ichida bu yerdan sepiladi. Jami 40 metr, adashmasam 35-40 metr kenglikda sepiladi. Bu esa xo'sh. Mana qarang. Bu yerda tanker sepadigani, bu ham adashmasam 35-40 metr gabaritda olib ketadi. Kenglikda men bu haqda ma'lumotni qarab ko'rdim, yozilgan joyini topolmadim, lekin gigant texnika. Bizni buni ko'rgan paytim xayolimga kelgan narsani aytaman sizlarga hozir. O'zbekistonda bor-ku mana. Obed qilmasdan ishlamaydi-ku. O'zimizda o'zbeklar. Misol uchun depolatsiyani qilyapsiz. Obed vaqti bo'ldi, fermer obed top keldi. Shunday tagiga kirib olib turib obed qilish bor-da, buni qarang. Obed. Qo'chqor go'shtidan steak. Juda katta. Juda katta. Shunaqa gaplar. John Deere T6700 modeli kombayn aziz do'stlar. Buning ot kuchi 721 ot kuchi bo'lib turib, 11 tonnalik bug'doyni o'ziga sig'dira oladigan tankeri bor yuqorisida va biz oldidagi metrlarni oldidagi pichoqchasini biz santimetrlar bilan o'lchab ko'rdik. Activel o'zir oldidagi pichoqchasi 8 metr 40 santimetrlik gabaritdagi o'lchamdagi joyni o'rib ketadi o'rtoqlar. 421 ot kuchiga ega deb aytdik va motorning hajmi 9 litrlik bo'lib turib, mana bunaqa lentalik g'ildiraklar bilan jihozlangan. Bu hozirgi kunda katta texnikalar mana shunaqa lentalik g'ildiraklar bilan jihozlangan. Bu tuproqqa bo'ladigan bosimni, pressini kamaytirish uchun. Ya'ni kombayn dalada yurgan payti dalangiz presslanib tuproqni nimasi unumdorligi buzilmasligini kafolatlaydigan darajadagi nimalarda bu g'ildiraklar. Xullas dizel quyish hajmi tankeri 800 litrgacha bitta to'ldirib olib turib, bilmadim, nechidir gektarlarni qilsa bo'ladi-da, borsa bo'ladi.
Mana bu Fendt kompaniyasini haligi o'tlarni, somonlarni preslaydigan texnikasi bo'lib turib, bu rumpalin, ya'ni dumaloq shakldagi press qilib beradi. Faqat press qilib chiqarib beradi. Mana bu texnikaga qaraydigan bo'lsak, bu texnika xuddi shu vazifani bajaradi. Bu kabi o'tni yoki somonni presslaydi dumaloq shaklda va bu yoqqa keladi. Presslangandan keyin bu yerda salafanlar bo'ladi. Klonkalar bo'ladi. Klonkalar uni shunday qilib o'rab tashlaydiki, ichiga hech qanday havo ham, suv ham kira olmaydigan darajada o'rab tashlaydigan texnika. Endi bu nimaga kerak desangiz, bu hozirgi kunda fermerlar maysadan silos qilyapti. Ko'pchilik fermerlarning silos o'ralari yoki chuqurchalar to'lib qolgan bo'ladi yoki umuman ularda bo'lmagan fermerlar mana shunaqadan foydalanadi. Eng qulay tarafi o'rilgan maysani shu zahotiyoq maydalab, pichoqlab, tumaloq shakldagi pressga aylantiradi-da, salafanga o'raydi. Va u salafan 5-6 yilgacha ham o'zining sifatini buzmay saqlab turadi ichidagi silosni, aziz do'stlar. O'rilgan maysa, dumaloq shakldagi press, silos mana bu shaklga keladi. Dumaloq shaklda shu kattalikda bo'ladi. Va eng qulay tarafi buni siz bitta joydan ikkinchi joyga bemalol ko'chirib o'tkaza olasiz. Misol uchun ikkita joyda molxonangiz bor. Siz u joydan bu joyga ko'chira olsangiz, sotishga ham juda qulay boshqa fermerlarga. Bu yoqda ham xuddi shunaqa texnikalar, lekin boshqa brend asosida ishlaydigan firmalar. Bu firma Heartline firmasi buzoqlar uchun managi qo'ralar yasaydi. Ko'rib tursiz, boshini qulflab qo'ysangiz bo'ladi. Buzoq emib turgan payti chiqib, qochib boshqa bir buzoqni chelagidan emib qo'ymasligi uchun boshini bunday qotirib qo'ysangiz, buzoq qachon emib bo'lgandan keyin ochsangiz chiqib keta oladi. Orqada setkasi bor. Agar ko'rinib turgan bo'lsa, orqada setkada siz boyagi pichan yoki quruq holdagi o'tlarni tashab qo'ysangiz, borib shu yerda yeyish uchun mana bunaqa chalak keltiradigan eng zo'r joyi. Men o'zimni oldin praktika qilgan joyimda buzoqlarga sut berganimda buzoqlar bunday o'ynab bunday qilgan payti chelak otilib pastga tushardi va ichidagi suti isrof bo'lardi. Buni mana bunaqa funksiyasi bor ekan. Mana ildirib qo'yadigan joyi. O'ynagan bilan ham otilib chiqib ketmaydi. Zo'r. Bu narsa fermerlarni, chorvador fermerlarni ishini ancha yengillashtiradigan narsa. Milk taksi, ya'ni sutni tashib beradigan taksilar. Misol uchun siz sigiringizni sog'dingiz, bola sutchilik firmasidagilar juda yaxshi biladi uni. Sog'ilgan sutni buzoqqa berish, buni ichiga solib, yopilmayapcha. So'ladim. Ana. Keyin ichiga solasiz, ichida aylantirib turadigan narsa bor. Aylantirib, temperaturani bir xil qilib, eng qizig'i bu sutni haroratini bir xil saqlab tura oladi. Xohlasangiz sutni o'zini qizdirib ham beradi. Shuni keyin itarib bilmaysiz. Buni mana bunaqa boshqaradigan joystiklar bor. Shu bilan boshqarib oldinga orqaga yuritsa bo'ladi. Bu avtomat, haligi elektr bilan yuradigan, tok bilan yuradigan taksi hisoblanadi. Mana bu vaqtda siz qancha litrdan bermoqchisiz, qaysi buzoq, hamma nimalarni kirsangiz bo'ladi, ma'lumotlarni kirsangiz bo'ladi. Mana bu yerda sut shlangdan necha litr o'tdi bu yoqda. Ya'ni siz buzoqqa necha litr berdingiz, hammasi datchiklar bilan ko'rsatilgan. Pull me back again. You pull me back
the night.